Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu yerga bu Mehmet To'xta apandining gapini qo'yib qo'yapsizlar. Biroq bir anglab chiqdim. U dastlabda Turkiyadan Amerika kelib ekan. Xizmat taqsimoti Kanadaga buyurgan gapda bu yoqni. Amerikada yetarlik xizmatga o'rilish bo'lgan. Tayanch xodimlar bor. Kanadada kamchil, Kanadaga bor degan gapda. Bu bir. İkinci, bu so'zlayotgan apandinin vatanda bir shirkati yo'q shu zamonimizda. Tijoratchi emas. U dadasidan qilib qolgan cho'ng bir meroslar yo'q. Endi Turkiyaga chiqdi arallar. Turkiyadan Amerikaga keldi arallar. Amerikadan Kanadaga bordi texim arallar. Endi Kanadaga berib ana ashunda ishlarni izlab de ashda jigidi mesela palani idare pokoni tashqi ishlarni izlab ashunda yenkega adamninki u yerlarni izlab berishda nurg'un chiqimlar ketadi. O chiqimlar mayoq turib tursin, o'zining qo'sqini beqishqimi yeni bir kelgan adammish Amerika Kanadada xeyli bir tirishmasi bo'lmaydi. Uddulla berib davlat adamlarini izlaydiganga hech qanday yenkaga adamda shariat bo'lmaydi. Buningda shariat bo'lgan gap. Abay dedim-ku, shirkat yo'q, tijorat yo'q, dadasidan qolgan miras yo'q. Ammo nereden keladi o iqtisod buningga? Mani hisoblanganda o Turkiyaga o'xshash, O'rta Osiyoga o'xshash unda avtozularni berib qilgan bilan mayada nurg'un chiqim ketadi 5 kunlik bir odamning. Dollar ketadi-ku bu yerda. Endi shunday qilib shunday yo'llarni izlab shunday odamlarda ko'rishyapti deyli. Bu chet elliklarninki bizningki mustaqilligimiz uchun Xitoy bilan bo'lgan diplomatiya aloqasini uzmaydiganligi aniq o. Aniq shunday bir yo'naqiga kelib qolsa ancha-muncha Ukrainaga yordam qilgandek bir yordam qilib qo'ymasa, bo'lmasa unday yordamlar yo'q. Endi odatdagi demokratiya sistemaga tushadigan bir da'volarni qilsanglar bo'ladi desa, bu hocamlar naq ashagil kelgan gapda naq Xitoyninki irodasigami tushidi, o'zining jon beqishigami tushidi, hammaga tushadigan. Xitoydan inson huquqi so'rdi deganlik Xitoyning fuqarosi biz deganlik. Bizningki vatanimizni Xitoy besib oldi deydigan da'vo bu yerda yo'q bo'ladi. Uni bir yoqqa qo'yib qo'ydi. Xitoydan anda huquq, manda huquq, saqalning huquqi, yog'liqning huquqi shunday huquqlarni talab qiladi. Demasmi shuni qildi. Necha yilning yog'i. Oxiri yana bu obdan ishgan deb Uyg'urni butunlay davlat qurib boqmagan, davlat qurolmaydigan yerga kim akagan bo'lsa, akab qo'ydi. Bular shu yo'lda mangdi. Ma ish bo'lmaydi demedi. Asli tegidan hammasining yildizi bor. Endi bu chet elda inson huquqi olamiz. Xitoydan deb inson huquq faoliyatlarini qilib biz aya ko'rib faoliyat qildik, meya ko'rib faoliyat qildik deb ND'dan pul ilib ND'dan ko'rsatgan yerlarga berib harakat qildik-ku.
Ameliyatda bular insan hukuku mu? Anmaydı. Çünkü bunun delil var. Uyghur kanununu 10 yıl basıp koyganlar moşular. Mesela bunların haberi yok mu? O uşağın biz reis emesdik. Reis, Uyghur kurultayının reis falançıdı. Biz ufumayımız deydi. Kurultayının kolluk adamları bu. Demiş ufumaydı onu. O insan hukuk alımız dedi mi yalgan. Endilikte bu 9 yıllıkta özanlar bizle 10. ayının 6'sı buldu. O 7 avaz karşı 19 avaz bilen mağlup oldu. Yalgan insan hukuku davası. Şunak o bir şeylerken BDT'nin insan hukuku talep kıldığın orunluğuma kirenmedik o değil mi? Uygurların kiriş hukuku tüy deyiyordu ki. Şunak o mağlup olgan dikin. Endi bir yer nime iş çıktı desenler burullarda uruş kılıp ahire başka devletlerinin kiliştirişiyle ilaki tempen Uygurca neydi? Kilişim demdi, sohbet demdi. Şu sohbetli kilip mağlup olgan ko biz. Bula Xitaydan insan hukuku alıdığan işini halkaralık referanduma koyup saylamda nima bilet taşlaşta 17 avaz karşı 19 avaz mağlup olduk deb işip çıktı. Bundan artık teslimçilik var mı? Bu bir teslimçilik bu. Hiç nimni kömeyle teslim bulup iye girip kelişimge kelip Xitay bilan söyley qiliman deydigan bolamdı. Xitayga birlik kız gap. Sen vatandan çıket. Bu vatan senin emas. Mayli bizning kuchimiz yetsin, mayli yetmasin, ashula deyish kerak. Bu xalqninki mustaqillik irodasini sundirdiganga ma gaplarni qilibdi, nurg'un gaplarni qilibdi. Endi bu yerda hozirgi ish da'vo ishi, urush qilmadik teqicha. Da'vo qilyapmiz. Da'voni bir to'g'ri tuzgun haqqa yetkazib biz mustaqillik bo'lishimiz lozim. Ma davlatni Xitoy besib olgan deganni haqiqat yetkazib haqiqat deyish kerakda. Mayli o'ng qo'lqildan kirib so'ng qo'lqildan chiqdamdi. Mayli qulqining yendan o'tib ketamdi. Shuni uqtirish kerak. Uyg'urni tanıtmaz. Uyg'urni tanıttık deb necha yilning yog'i ahmoq ishni qilib yurdik. Endi mustaqillik deganni mayli kirsin, mayli kirmasin, to'xtamay bu davoni qilish kerak. Bir yeri kagichi. Bizning vatanimizni Xitoy tajovuz qilib besib olgan bu davlatning egisi shu Uyg'urlar deydigan bir nimani o'ttirliqda paydo qilg'ichi tirishish kerakda. Endi bu chet ellikniki sen davlatingni mustaqil qilaman desang, davlatingni mustaqil qilaman desang bu Amerikada, Kanadada nimba sana deganning asosi bor, deganning asosi bor. Eshak berib urush qilamsa yoki nima qilsa, ya Xitoyga ig'zoki damsa, ashad qilmamsa uni deydi. Bunga chet elliklar. Bizning nima ishimiz bor deydi-da. Endi bayqa ishini de masalan bu zaminni Xitoy besib olgan, Xitoy o'z tajovuzchi, bu davlatning egisi Uyg'ur deydigan bir narsalarni paydo qilish kerak edi. Masalan Tibet ne deyli? Tibetniki mana Xitoy tarafdan besib olgan davlat deb Amerika tarafdan chiqargan nimasi bor ularniki? Besib olingan davlat deb. Bizmi shunga o'xshash narsani chiqarsak,
Onu ko'rsa ma xalqaro jamiyat. U chog'da yana bir qadamni olsak, yana bir qadamni qurolliq bo'lamdi, yana bizim bo'lamdi, genetika qarshi bo'lamdi. U chog'da e, hech qanday to'salg'iga uchirmaymizda. Ammo shularning zimintiki bu. He? Xitoy besib olganki deb to'niydi. Amerikadagi yerdan shunda bir e'tirof qilinsa. Shuning uchun da'vo qilish kerak. Biz Xitoyninki furasdiq, Xitoydan inson huquq oldik. Hech kim qo'llamaydi bizni mustaqil bo'lishimizni. Shunga qo'llagan yeriga kelib, shundan 5-4 kelib hayzasak bo'ldi. Bo'lmasa uningga plani, yo'l yo'riqi, mandaq bir ishleri qila oladigan ishlari bo'lsa, biz erishaylik deganni bildiribdi bu efendim. Bildiribdi. Mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi deb Amerika kongressiga, Aqsaroyga, biyaga aşıq xat yazib, gap qilib, kunda namoyish qilib, ashuna harakatlarni qilyotdi. Kelib qatnashmamsiz? U bo'lmaydi u namoyish qilgan bilan bo'lmaydi. U yerga kirgan bilan bo'lmaydi. Unda qilganlarning to'yga nazirga degan gapni tarqatqichi. Necha yilni yaqashdan tarqatdinglar-ku. Yumshoq yo'lni tutib mustaqil demaydigan odam yo'q deb qo'yib, amaliyotda Xitoydan ayrilmaydigan ishni qilib, Xitoyning fuqarosi biz deb Argentina sotiga berib da'vo qilib, Londonda sot ichib 87 indigenous deb chiqarib, BDT ko'rib indigenous people'larning qatorida o'tirib, 200 davlat namus qilmaydi, 200 davlat kelgan yig'iniga kelib o'tadi. 200 davlat ko'rdi bizni deb to'lqin gap qildi. 200 davlatning oldida biz indigenous, biz davlat qurib baxmagan deb mag'rur o'tirib ketdiki. O 200 davlat shuninglar bular davlat qurmaganki, davlat qurolmaydi-ki deb Xitoyning gapini qilar ekan. Bu davlat qurolmaydigan indigenous bo'lib qolgan xalqning gapini kim qiladi? O'zi biz indigenous deb o'tasi yerda. Hech kim qilmaydi. Ancha-muncha pach pul olsa shu tashab qo'yadi. Shuni ip hajlaydi bu bechoralar. Uni keyin mustaqil yo'lda ma'musak bo'lmaydi deganlarga, qani bizga yo'l ko'rsatmamsa deb manda WhatsApp chiqib so'zlab qo'ydi, Facebook chiqib so'zlab qo'ydi. Amaliyotda qilayotgan ishlarni hammanglar ko'rib turibsizlar. Bular Xitoydan ayrilmaslik harakatini davomlashtirib keldi hozirgacha. Uni xalqqa uqtamay yana andögülep suap turdu. Ayaktan qo'ng ichilib qolsimi, yo'q mening qo'ngim emas o deydi. Mana shunday ketib bordi kun. Yuqorqi gapga azroq qo'shib chiqsam, qarindoshlar. Necha yilning yog'i bular bizmi mustaqillik deymiz deb xalqni aldab kelgan. Bugun kunlik kelgan chaqda mustaqillik demaydiganligini o'ttirga oshkora debdi mana. Desak anglamaydi ular. Shunga demay, boshqa yo'lni tutqandik biz demakchi. Qandaq nima uchun bunda desanglar, da'vatmamdani. Mustaqil deydiganlar bir plan, bir yo'l, bir xarita sizlab bizni ko'rsatsa, biz shunda qilayli deb. Mustaqil deydiganlar bular siz birga, bu hocamlarga sizlar mandaq yo'lda meninglar deb.